Bugun sizlar bilan ko'pchilikni bezovta qiladigan bosh aylanish va uni davolash to'g'risida ma'lumot beraman. Bosh aylanish bu shunchaki klinik simptom, klinik belgi hisoblanadi. Bu asosiy kasallik emas. Qaysidir asosiy kasallikni belgisi sifatida xizmat qiladi. Bosh aylanishiga sabab bo'ladigan kasalliklar juda ham ko'p. Ularning eng ko'p uchraydigan ikkitasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu nevrologik bosh aylanishlar, ikkinchisi kamqonlik natijasida paydo bo'ladigan bosh aylanishlar. Nevrologik bosh aylanish belgilari qanday? Odatda nevrologik bosh aylanishlar umurtqa pog'onasini bo'yin segmentida muammo bo'lgan insonlarda kuzatiladi. Ya'ni umurtqada qanaqadir osteoxondroz belgisi yoki protruziya yoki disk grijasi bo'ladigan bo'lsa, bosh aylanishi kuzatilishi mumkin. Undan tashqari vertebra bazilarning sindrom degan nevrologiyada tashxis mavjud. Bu bosh miyada qon aylanishining buzilishi bilan kechadigan kasallik. Mana shu kasallikda ham bosh aylanishi kuzatiladi. Insult o'tkazgan insonlarda ham, yuqori davleniya bilan yuradigan insonlarda ham odatda bosh aylanish kuzatiladi. Nevrologik kasalliklarda bosh aylanishini kamqonlik bosh aylanishidan qanday farqlash mumkin? Birinchi navbatda nevrologik bosh aylanishlarda atrof aylanganday bo'ladi. Ya'ni bemorni aylanish atrofida kechadi. Ikkinchi belgilardan biri bemor yurgan paytida gandiraklash, chayqalish holatlari kuzatiladi. Yana bir belgisi nevrologik bosh aylanishlarni boshda og'riq bilan kechadi bunaqa holat va bosh aylanish paytida bemor boshini harakat qildiradigan bo'lsa, aytaylik o'ngga yoki chapga aylantiradigan bo'lsa, bosh aylanishi kuchayib ketadi. Bemorda ko'ngil aynish, qayt qilish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Nevrologik bosh aylanishlarning yana bir belgisi umurtqa pog'onasining bo'yin qismida muammo bo'lganligi uchun ikkala qo'lda yoki bitta qo'lda uvishish, jimirlash belgilari kuzatilishi mumkin. Kamqonlik bilan kechadigan bosh aylanishni qanday farqlaymiz? Demak, kamqonlik bilan kechadigan bosh aylanishlari odatda bosh aylanish ko'z oldining qorong'ilashishi, tinish bilan ko'z oldida qandaydir yorug'liklar, yulduzchaning paydo bo'lishiga o'xshash belgilar bilan kechadi. Undan tashqari kamqonlik bilan kechadigan bosh aylanishlarda bemorda umumiy holsizlik, yurak tez urishi, taxikardiya belgilari, ba'zan davleniyaning ko'tarilib ketishi, ba'zan tushib ketish holatlari ham kuzatiladi. Kamqonlik bilan kechadigan bosh aylanishlarda odatda bemorning bosh aylanishi o'rnidan tez turgan paytida yoki zinadan chiqayotgan paytida paydo bo'ladi. Og'ir jismoniy mehnat qilgan paytda bemorda hansirash, charchash belgilari kuzatiladi. Ikkala holatni tashxislash qanday tartibda amalga oshiriladi? Birinchi navbatda bemorning shikoyatiga qarab mutaxassis kerakli tekshiruvlarni belgilaydi. Aytaylik, nevrologik bosh aylanishlarga ko'rsatma bo'layotgan bo'lsa, bemorda umumiy qon analizi, koagulogramma tekshiruvi, qonning quyuq suyuqligi va nevropatologni tekshiruvi kerak bo'ladi. Nevropatolog ko'rgandan keyin boshqa instrumental tekshiruvlarga ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, umurtqa pog'onasini MRT tekshiruvi yoki bo'yin umurtqalarini dupleks angiografiya tekshiruvi qilinishi kerak bo'lsa, o'sha tekshiruvlar o'tkaziladi. Ya'ni qon tomirlarida siqilish mavjud yoki mavjud emasligi, umurtqa pog'onasida muammo bor yo'qligi, ya'ni o'sha tuz, protruziya yoki grija holatlari mavjud emasligi tashxislanadi. Kerakli tekshiruvlar tashxisi o'tkazilgandan so'ng kerakli davo tavsiyalari buyuriladi. Kamqonlik bilan kechadigan bosh aylanishida birinchi navbatda bemorda umumiy qon tahlili, qonda gemoglobin miqdori, qonda ferritin miqdori, vitamin B12 miqdori tekshiriladi. Chunki ba'zi bir holatlarda bemorda kamqonlik faqat gemoglobinning tushishi bilan emas, temirning yetishmovchiligi, ferritinning yetishmovchiligi bilan kechishi ham mumkin. Kamqonlik bilan kechayotgan bosh aylanishlarda davoni gematolog tomonidan o'tkaziladi. Ya'ni o'sha gemoglobin miqdorini ko'tarish, qonda o'sha yetishmovchilik mavjud bo'lsa, temir yetishmovchiligi bilan kechadigan kamqonlik bo'lsa, uni normaga keltirish tavsiya qilinadi. Bu albatta kamqonlik bilan kechadigan bosh aylanishlarda birinchi bemor qilish kerak bo'lgan narsa bu ovqat ratsionini tuzatish bo'ladi. Eng yaxshi haqiqiy davo bu shu kasallikka olib kelgan odatlarni bartaraf qilish. Ya'ni sizning ovqat ratsioningiz yaxshi bo'lmasa, temirga boy, gemoglobinni ko'taradigan oqsillarga, vitaminlarga boy ovqat ratsioni tuzilmagan bo'lsa, siz bilan kerakli davoni olib bo'lganingizdan so'ng bir hafta yoki 10 kundan keyin yana qayta sizda bezovtalik paydo bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kerakli ratsion tuzilgandan so'ng kamqonlikka sabab bo'lgan belgilarni bartaraf qilish kerak. Holatlarni. Ya'ni, masalan, bemorlarda ovqat hazm qilish tizimida muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni, ovqat ratsioni zo'r bo'lsa ham ovqatni iste'mol qilganda kerakli vitaminlar ichaklardan o'zlashtirilmayotgan bo'lishi mumkin. Bu muammoni ham bartaraf qilish kerak.
Ikkinchisi, hayz buzilishlari bo'lishi mumkin bemorda. Ya'ni o'sha hayz siklida ko'p qon yo'qotish holati kuzatilishi mumkin. Bunda albatta endokrinolog, ginekolog bilan ishlagan holatda kamqonlikni bartaraf qilinadi. Ikkala kasallikni davolashda ham albatta mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Har qanday davo o'z vaqtida tashxis qo'yilganda va kerakli davo buyurilganda effekti yuqori bo'ladi. Siz kasallikni kechiktirib, surunkali holatga o'tkazib, ancha payt o'sha darajasi ko'tarilgandan keyin murojaat qilsangiz, o'zingizni tuzatishingiz ham qiyin bo'ladi, shifokor sizni tuzatishi ham qiyin kechadi. Shuning uchun har qanday holatda nafaqat bosh aylanishi bilan kechadigan kasalliklarda, boshqa simptomatik belgilarda ham o'z vaqtida shifokorga murojaat qilishingiz kerak. YouTube sahifamizda doimiy ravishda kasalliklarni batafsil yoritib borishga harakat qilaman. Sahifamizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan Dr. Ahmadov.